Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir Namangan shahriga keldik. Pena beton quyapmiz tomlarga. Bu afzalliklari loydan 5-6 barobar yengil bo'ladi. Issiq sovuqni yaxshi tushaydi. Sichqon kalamush, qurtqumizlar, hasharotlar bo'lmaydi buning orasida. Mana qalinligi 7-8 sm, 5 dan 10 gacha bo'ladi. 7-8 sm quyapmiz hozir. Vodiy bo'ylab 45 ming so'm narxlari. Endi voha tomonlarga, Toshkent tomonlarga yo'lgiras qo'shiladi. Mashina xizmatlarga kelsa aytaverasizlar, buni uyni ichiga stechka qilib beryapmiz. Plitalar ustidan qo'yyapmiz. Unaqa parang izolyatsiyasi bor. Havoto'g'ri material bor. Bu anaqa vastaliklar to'sinlar yashiritmaydi. Ishlar sifatli. Aytaverasizlar, shuna xizmatlarga kelsa aytaverasizlar, xizmatda bo'lamiz. 91lik 654 48 02